Assalomu alaykum, hurmatli buxgalterlar va bo'lg'usi buxgalterlar. Navbatdagi darsimiz chet el valyutasidagi operatsiyalarni buxgalteriya hisobida aks ettirish. Quyidagi operatsiyalar chet el valyutasidagi operatsiyalar hisoblanadi. Tovarlar, ishlar va xizmatlarni chet el valyutasida xarid qilish yoki sotish. To'lanadigan yoki olinadigan summalari chet el valyutasidagi pul mablag'larini qarzga olish yoki qarzga berish. Chet el valyutasida aktivlarni xarid qilish yoki realizatsiya qilish yoki chet el valyutasida majburiyatlarni qabul qilish yoki so'ndirish. Chet el valyutasidagi operatsiyani tan olishda uni amalga oshirish sanasidagi chet el valyutasining so'mga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining kursi bo'yicha tan olinadi. Tashkilotlar buxgalteriya hisobida har oyda chet el valyutasidagi monetar moddalarni hisobot oyining oxirgi sanasidagi va operatsiyani amalga oshirish sanasidagi Markaziy bankning kursi bo'yicha qayta baholashni amalga oshiradi. Bunda mol yetkazib beruvchilarga to'langan bonaklar yoki xaridorlardan olingan bonaklar qayta baholanmaydi. Moliyaviy hisobotni tuzishda hisobot beruvchi tashkilotning moliyaviy hisobotiga ushbu tashkilot chet elda faoliyat yuritish uchun foydalanadigan chet el valyutasidagi aktivlar va majburiyatlar qiymati so'mda qayta hisoblanishi lozim. Ya'ni sizni valyuta hisob raqamingiz bor, hisob raqamingizda $1000 pulingiz bor, o'sha $1000 Markaziy bank kursi bo'yicha so'mdagi qiymati ifodalanadi. Chet el valyutasini sotish buxgalteriya hisobida quyidagi tartibda aks ettiriladi. Biz buni misol tariqasida ko'rib chiqamiz. Chet el mablag'lari hisob raqamidagi pul mablag'larini so'mga o'girish, ya'ni sotish. Chet el pul mablag'lari shoti bizda 52.10 va deylik bizda hisob raqamimizda $1000 miqdorida pul mavjud. Bu $1000 sotish, ya'ni so'mga o'girish uchun bizga nima kerak bo'ladi? Operatsiya amalga oshiriladigan sanadagi Markaziy bank kursi kerak bo'ladi. Bugungi sanamiz bo'yicha Markaziy bank kursini bilib olamiz. Markaziy bank kursi 12354 so'm 65 tiyin ekan. Buni biz Bank.uz saytidan bilishimiz mumkin. Markaziy bank kursini bilib oldik. Endi biz shu kun $1000 ni so'mga aylantiryapmiz, ya'ni sotyapmiz. Bunda nima bo'ladi? Markaziy bank kursi bo'yicha $1000 ni ko'paytirib so'mdagi ifodasini bilib olamiz. 12.354.000 so'm. 12.354.000 so'm 650 so'm ekan. Bizda chet el valyutasidagi pul mablag'larimiz kamaydi, ya'ni 52 hisob raqamimizda pul kamaydi va tranzit shotga o'tdi. 55 o'tdi. Tranzit shotdan milliy valyutadagi hisob raqamimizga pul o'tadi. Bu yerda Tijorat bankining kursi rol o'ynaydi endi. Tijorat banki deylik, Hamkor bank. Tijorat banklarida sotish va sotib olish kursi belgilanadi. Buni ham pastdan ko'rishimiz mumkin. Hamkor bank 12.340 so'mdan sotib olar ekan bizni chet el valyutasidagi pul mablag'imizdan. 12.340 so'mdan. Demak, $1000 uchun Hamkor bank 12.340 so'mdan pul berar ekan. Biz $1000 ni chiqardik. Markaziy bank kursi bo'yicha 12.354.650 so'm, Hamkor bank bizning hisob raqamimizga 12.340.000 so'm pul tashlab beryapti. Ya'ni kurs farqidan zararimiz 14.650 so'm. Bunga qanday provodga beramiz? Salbiy kurs farqidan zarar 96.20 tranzit xarajat shot debet tomonda ko'payadi hamda bu yerga 55.30 tranzit shotni qo'yamiz.